Sardor bugun Qashqarga bormadingmi? Men uxlab qolibman-da, ko'rsang. Biz bormoqchi emas edim, 35 marta telefon qilgan. Keyin shu desang kecha rasa kech uxlaganman. Soat 4 gacha diskoteka tomosha qilganman. Qayerda demsan? Ana bu qo'shnimiz Rayhon bor-ku, o'shalarnikida 9 ta o'ylatdi-da. Qarasam, sekin qaradim, devor yo'q o'rtada. Sekin qarasam, qizlarning hammasi o'sharda-da. Men ham bir uylanargularim kelib ketdi. Qarasam u yerda Munis, Sevinch, Sitor, Dinara, hamma qizlar o'sharda-da. Yo'q deganim Shohi ham o'sharda-da. Keyin men aytdim, bular nima qilyapti ekan debdan turdim, endi hangama qilib o'tirdi dog'in. Bir payt naryoqdan Rayhon muzikani qo'ydi-ku. DJ ketdi bu yog'i, endi massa bu yog'i bir bola bunaqa. Men shokdaman-da. Ko'rib, tentirab qolganman. Diskotekada ham onda o'yin qilmaydi.